Ha, cho'rt keldingmi? Cho'rt kapoting tagida doding keldi. Kelingdan mustursanlik. Mana cho'lda chirigan mashina keldi. 21-asr orzusiga aylanganman. Unaqa kibrlanmaylar, akalar. Oz boshlaydi, oz Dubay sheyxlari qaydagan, qum turpoqlarda katta bo'lganman. Dubayda sheyxlar bilan qumlarda, sahroda, plyajlarda yurib katta bo'lganman. O'zicha Leo zo'r mashina. Chirik chakagin. Yomon deydi. O'rlin urarkanda Xitoy mashinasida. Qani ishda kaprizni bo'laman deyman. Xotin emasman, men o'ynashman. Men unaqa ustimdan kulib o'rsanlar. Qulog'ing bekitib tur, hozir bo'laman. Chiqormagin endi. Sizlarni ham любимчик o'zim bo'laman. Meni ham bitta ko'rganda sevadili bo'yi. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosin. Raddon bir kishi. Men odamlarga xursandchilik bag'ishlayman. Somsaxonaga o'xshaysan, xalqi xizmatidasan. Meni istoriyamda san oppo dodalaring haydagan mashinalar bor. Bor bitta klient keldi, qara. Yoshligimda Mercedes rassa xato qilganman, raddomlarga chiqib. Raddon bir kishi. Rolex soatlar ham sheyxdan padarka. Sani ham sotib mana olishyapti. Qislaring ko'tingni. Komfort nimaligini bilasanmi sen? Sallada chiqmayotgan komfort menda chiqyapti. Yo'q, seni ko'rsam bir hayotga qiziqishim o'lib ketadi. Sen paqir-puqur qilib yurgan payting meni Maybach'im orqa sinasida million sudi temalar hal bo'ladi. Sen yururman shunaqa osiltirib, shaqillatib. Senga o'xshab $100 ga bo'y joy ketib yurmayman. Men ham gapiray. Mana даже prezidentlar haydaydi. Prezidentlar chiqatga shoshmaydimi deyman deb. Men unaqa ustimdan kulurmaylar, akalar, yuraksiz yashash oson emas. Arzanda kiyinish jihatdan o'rganib oling, dodalaringga o'xshab kiyinishni o'rganib olsanmi? XL brenddan oldim, sana borsang senga ham bitta zo'r look qilib berishadi. Hamma mujik bo'lib tan ollaring, va hammani katta qilgan qora jentira bo'ladi. Nima bo'pti o'zi?